Dasturimiz davom etadi. 18-23 aprel kunlari Kitobsevar millat umummilliy g'oyasini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladigan 2-Respublika kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tdi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va boshqa qator vazirlik va idoralar hamkorligida tashkil etilgan tadbir doirasida qator adabiy, madaniy, ma'rifiy tadbirlar ham o'tkazildi. Bugun poytaxtda haftalikning tantanali yopilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda axborot kutubxona sohasida fidoyilik bilan mehnat qilayotgan bir guruh kutubxona xodimlari axborot kutubxona a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Muxbirimiz Dilfuza Esonova batafsil xabar qiladi. Keyingi yillarda kitob o'qib otasiga mashina sovg'a qilgan qizlar chinakamiga bugungi zamonamiz qahramonlariga aylanishdi. Haqiqatan ham kitob inson uchun muvaffaqiyat va saodat eshiklarini ochuvchi kalitdir. Bugun Milliy matbuot markazida Kitobsevar millat shiori ostida o'tkazilgan 2-Respublika kitobxonlik haftaligiga yakun yasaldi. 2-Respublika kitobxonlik haftaligi kitobxonlikni targ'ib etish, yangi asarlar taqdimotini o'tkazish bilan birga oliy o'quv yurtlarini nashriyot matbaa sohasida tahsil olayotgan talaba yoshlarni bandlikni ta'minlashga ham munosib hissa qo'shdi. Xususan, poytaxtimizda Magic City shaharchasida 32 ta nashriyot matbaa ijod uylari tomonidan o'tkazilgan mehnat yarmarkasida soha mutaxassislar tayyorlovchi 7 ta oliy o'quv yurtining 340 dan ortiq talaba yoshlari ishtirok etib, o'zlariga kerakli ma'lumotni olishdi va ayni shu haftalik ichida 40 dan ortig'i mehnat shartnomalarini tuzish haqida kelishib olindi. Haftalik doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar hamda Toshkent shahrida 480 dan ortiq taqdimotlar, 40 dan ortiq ilmiy-amaliy seminarlar o'tkazildi. Kitobxonlar o'zlari sevgan 100 dan ortiq shoir va yozuvchilar bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Birgina misolda ayta olaman, masalan, Bog'dod tumani hokimi Bog'dod tuman axborot kutubxona markaziga 6000 kitobni sovg'a qildi. Bu bilan biz o'sha kutubxonalardagi eskib qolgan fondimizni yangiladik. Kutubxonalarda bugungi kunda faqatgina bosma kitoblar bilan emas, balki biz elektron resurs bilan xizmat ko'rsatishimiz kerak. Ana shularga ham juda katta e'tibor berildi-da, bu yilgi haftalikda kompyuterlar jamlamalari sovg'alar qilindi. 23-yil Xalqaro kitob va mualliflik huquqi kunida o'tkazilgan tantanali marosim davomida uzoq yillardan buyon axborot kutubxona sohasida fidoyilik bilan mehnat qilib kelayotgan bir guruh kutubxona xodimlari axborot kutubxona a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Kitobxonlik haftaligi barcha tizimimizdagi shu o'quvchi yoshlarimizni, aholini, barcha qatlamlarini birga jalb qila oldi. Mamlakatimizda mana shu ko'krak nishoni ta'sis etilishi bu barcha tizimdagi axborot kutubxonachilarga bo'lgan hurmat va izzat deb bilamiz. Alisher Navoiy nomidagi kutubxonada 37 yil ishlaganman. 1900 da xizmat qilganman. Birinchi marta shunaqa unvon ehtiyojini qondirishga munosib bo'ldim. Shuningdek, aholining kitob mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishga munosib hissa qo'shib kelayotgan nashriyotlar, ustoz noshir va matbaachilar ham munosib rag'batlantirildi. Haftalik doirasida o'tkazilgan Mehr kutubxonasi ijtimoiy loyihasi doirasida mamlakatimizdagi mehribonlik, qariyalar uylari va muruvvat muassasalariga 3500 dan ortiq nusxadagi kitoblar beg'araz hadya etildi. Dilfuza Esonova, Azimjon Qahramonov, Timur Ibrohimov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun. Imkoniyati cheklangan fuqarolarni kuchli